Yoshlar kelajak bunyodkorlari, ularning bilimli bo'lishi, kasb-hunar egallashi esa bugun davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan sanaladi. Shu bois ham bugungi kunda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar talaygina. Buni ushbu imkoniyatlardan unumli foydalanib, olis va chekka hududlarda yashab ko'plab yutuqlarga erishayotgan yoshlar misolida ko'rishimiz mumkin. Yoshlarga yo'l yo'riq ko'rsatish, ularning muammolarini o'rganishda mahalla yoshlar yetakchisining faoliyati muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, intiluvchan va faol yoshlarni turli sohalarga yo'naltirish, ularni ish bilan ta'minlash mahalla yettiligining ko'magi bilan amalga oshiriladi. Samarqand tumani Mironqul mahallasi yoshlar yetakchisi ham kuch-g'ayratga to'la, shijoatli yoshlarni o'z atrofida birlashtirgan. Chekka hududda joylashgan mahalla bo'lsa-da, yoshlarning yutuqlari e'tirofga loyiq. Mizrob Rahmonov shu mahallada yoshlar yetakchisi sifatida faoliyat yuritib keladi. Mahalla yoshlari erishayotgan yutuqlarda bevosita uning ham hissasi bor. Aytish kerakki, mahallaning ko'p qismini yoshlar tashkil etib, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi uchun turli xil to'garaklar tashkil etilgan. Bundan tashqari, ularni kasb-hunarga o'qitish, sport to'garaklari bilan qamrab olish kabi ishlar ham olib borilyapti. Shuningdek, qishloq xo'jaligiga moslashgan hudud bo'lganligi tufayli yoshlarning dehqonchilikka, chorvachilikka ham qiziqishlari katta. Hududdagi yoshlarga imtiyozli kreditlar ajratilib, bandligi ta'minlanayotgani ham quvonarli albatta. Shu o'rinda bir ma'lumot, mahallada 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 907 nafarni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-fevraldagi yoshlarning tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq mahalladagi 4 nafar ishsiz yoshlarga kredit ajratildi. Bundan unumli foydalangan ushbu yoshlar chorvachilikni yo'lga qo'yib, mo'may daromadga erishyapti. Ahamiyatlisi, mahalla jinoyatchilik eng kam sodir bo'ladigan mahallalar sirasiga kiradi. Bugungi kunda mahallamiz yoshlarini bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish maqsadida dolzarb 90 kunlik ish rejasi tuzilib olingan. Bunda 17 ta turdagi yo'nalishlarda fan to'garaklari, sport to'garaklarida va boshqa mahallamizdagi mavjud tadbirlarda jalb etilgan. Maktabimizda 674 nafar o'quvchi yoshlar o'qiydigan bo'lsa agar, ularni barchasi qamrab olingan 90 kunlik ish rejamizda. Fan to'garaklarida biologiya, kimyo, tarix, huquq, informatika, IT sohalarida fan to'garaklari joriy etilgan. Yana buni ustiga qo'shimcha qilib, mahallamizda yoshlar yetakchimiz Rahmonov Mizrojonning tashabbuslari bilan uyushmagan yoshlarni birlashtirib, imtiyozli kredit asosida o'quv markazi tashkil etilyapmiz. Bu yerda o'quv markazida ingliz tili, informatika, rus tili va xitoy tillarini o'rgatish bo'yicha yo'nalishlar joriy etmoqchimiz. Davlatimiz rahbarining topshiriqlari bilan Yashil makon dasturlarida aynan yoshlar bog'i tashkil etishda yoshlarimiz juda faol jonbozlik ko'rsatdi. Yoki Yashil makon dasturidan tashqari bog'cha ko'chalarni yoki qabristonlarni obodonlashtirishda asosan shu nuroniylarimizning ko'rsatmalari bilan ularning yonlarida turib asosiy ishni qilganlar barchasi bu yoshlar bo'ladi. Yoshlarning qo'li bilan bugungi kunda mahallamiz obod bo'lib, mana farovonlikka erishyapmiz. Xudoga shukr, mana bugungi kunda bironta bir yoshlarimiz hali bir jinoyatchilikka yoki boshqa bir yomon illatlar, ya'ni spirtli ichimliklar, giyohvandlik, bunaqa yomon illatlarga ruju qo'ygan yoshlarimiz ham mavjud emas. Chet eldagi yoshlarimiz o'zi aslida ko'pchilikni tashkil qilmaydi. 11 nafar yoshlarimiz chet elda. Mahallamizda 1200 nafar yoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, shularning 11 nafarigina chet elda yuribdi. Chet elda o'sha ishlash istagida borib ish faoliyatini olib borishyapti. Ularni chet eldagi hayotiy faoliyati bilan hayotdagi faoliyati yoki ularning o'sha ijtimoiy og'ir ahvolga tushib qolish xavfi bo'lsa, ularni yaqindan tanishib, ularning hol ahvolidan yaqindan boxabar bo'lish uchun mahalla yettiligi bilan bugungi kunda uyma yurib, xatlov o'tkazilgan va chet eldagi yoshlar bilan yaqindan aloqada o'rnatilib, Mironqul mahallasining uzoqdagi mahalladoshim guruhi tashkil etilgan bo'lib, har kungi mahallamizda bo'layotgan, davlatimizda bo'layotgan yangiliklar bilan ularni o'sha guruhda tashlab borib, ya'ni ularni xabardor qilib boryapmiz va shu bilan birgalikda ularning hol ahvolidan ham boxabar bo'lib turibmiz. Chet eldagi yoshlarimizni yana o'sha 11 nafar qolgan bo'lsa ham, ularni O'zbekistonga mavjud imtiyozlardan foydalanib, subsidiya, suvda yoki imtiyozli kreditlardan foydalanib,
Shu yerda ular o'z ish faoliyatlarini olib borish choralari ham ko'rilyapti shu bilan birgalikda. Bu yuqorida olib borilayotgan barcha ishlarimiz bugungi kunda shu mahallamizning nomini ulug'lash, yoshlarimizni kelajak avlodni o'sha mahallamizda kelajak avlod uchun ham bir poydevor qurish sifatida olib borilyapti. Mahallamizdagi hozir oliy ma'lumotli yoshlarimiz nisbatan kamchilikni tashkil qilsa-da, kelgusida barchani oliy ma'lumotli qilish maqsadlari ilgari surilyapti. Bularning barchasi bu xalq farovonligi, ya'ni kelajak avlodning farovonligi uchun albatta qilinib olib borilyapti. Mahallalarda yoshlar yetakchisi faoliyat boshlagach, anchagina masalalar o'z yechimini topa boshladi. Qaysi yoshni o'qishga da'vat etish, qaysi birini kasbga yo'naltirish, qaysi biri tadbirkorlikka qiziqadi. Yoshlar yetakchisi bu borada alohida ish olib boradi. Ana shunday o'rganishlar natijasida mahallada turli to'garaklar faoliyati ham yo'lga qo'yilyapti. Mahalla binosi oldida tashkil etilgan sport zalida sportning milliy kurash turi bo'yicha trener Nekruz Shodmonov o'smir yoshdagi bolalarga murabbiylik qilib keladi. Yosh bo'lishiga qaramasdan murabbiy faoliyati davomida ko'plab shogirdlar yetishtirgan. Ularning ko'pchiligi jahon chempionlari safidan joy olgan. O'zim 2 yildan beri shu yerga murabbiylik faoliyatini olib boryapman. Mahallamiz mana shu yerga joy ajratgan. Qiziqish boran 80 tadan oshiq bolalar trenirovka qiladi 2 gruppa kuniga. Bir kun 2 gruppa, ertasi kuni yana 2 ta gruppamiz bor. 4 ta gruppamiz bor, 20 tadan bola bor trenirovka qiladi. Jami shulardan O'zbekiston chempioni chiqqan, Osiyo chempionlari chiqqan. Maktabimizda ham krujok olib boramiz. Bundan tashqari men 90 kunlik bo'lyapti-ku. Har kuni 4 dan 8 gacha oqshom zalimizda to'la odam bor. Faqat yakshanba kun trenirovkamiz yo'q. Qolgan har kun trenirovkamiz bor. Mahallamizdagi yosh bolalarni shu yerga kelib shug'ullantirib olib boramiz. O'zimiz ham 10 yil oldin shu yerga kelib yosh bola edik. 2016-yildan 2020-yilgacha Samarqand Olimpiya zaxiralari kollejini bitirganman. 2020-yildan 2025-yilgacha O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetini bitirganman. Hozirda maktabda ham ishlayman, sport maktabida ham ishlayman. Ishlab kelyapmiz. Shogirdlarimiz yaxshi kurashyapti. O'zbekiston chempioni Ochilboyev Og'abek bor. Samarqand chempionatini bir necha marta yutgan. Undan tashqari O'zbekiston turnirlarida dzyudo va sambo milliy kurash bo'yicha sovrinlarni olib kelgan. O'zbekiston chempionatida ham faxriy o'rinlarni olgan. Undan tashqari O'roqboyev Haydarbek degan shogirdimiz bor. Mana shu yerdan chiqqan. Hozirda Samarqand Olimpiya zaxiralari kollejida trenirovka qilyapti. Undan tashqari o'zimizning maktabda o'qiydigan Azamov Komron bor. Bu ham kurashib kelyapti. Ko'plab sportchilar kelyapti. O'zimizning mahalla yoshlar yetakchisi ham o'zimiz bilan trenirovka qilgan shu yerda. Hozir mahallamizda ishlayapti. Mana shu yerga sharoit qilib bergan mahallamizning mahalla raisiga va yoshlar yetakchisiga rahmat deb qolamiz. Mahallamiz yoshlari bir necha yildan beri shu yerga trenirovka qiladi. Biz ham qo'limizdan kelgancha o'zimizda bor narsalarni ularga o'rgatishga harakat qilamiz. Mahallamiz yoshlari juda qiziqishi baland shug'ullanib kelyapti. Har kun kelib trenirovkamiz bor. Xudoga shukr, yaxshi. 2 etajli zdaniya qurmoqchimiz. Katta bo'lsa, undan ham yaxshi bolalar ko'p keladi. Mahallamiz yoshlari, o'smirlar, kattalar, kichik yoshdagi bolalar, hattoki bog'cha yoshdagi bolalar ham kelib mana shu yerga qatnashib, kurashning milliy kurash va dzyudo sport turi bilan shug'ullanadi yoshlarimiz. Kelajakdagi niyatlarimiz Xudo xohlasa O'zbekiston chempionlari va Olimpiya va Osiyo jahon chempionlarini chiqarmoqchi rejalarimiz bor. 7 yildan beri kurash sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Shu shug'ullanishim davomida men ko'plab musobaqalarga borib, sovrinli o'rinlarni olib kelganman. Masalan, Qashqadaryoda bo'lgan musobaqada faxrli birinchi o'rinni olib kelganman. Mening ustozim Orziyev Mirjamol. Ular menga shu kurash sport turini usullari bilan o'rgatib kelyaptilar. Ustozim menga shu yiqilganimda ham, yutganimda ham motivatsiya berib, shu sen hali yutasan deb motivatsiya berib olib kelyaptilar. Buning uchun biz o'zimizni har kuni shug'ullanib, mashqlarni qilib turishimiz kerak. Kelajakda men jahon arenalarida yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, jahonga tanitaman. Ushbu sport turidan tashqari sportning yengil atletika, voleybol, basketbol, futbol kabi ko'plab turlaridan to'garaklarga mahalla yoshlari faol qatnashib kelmoqda. Yaqindagina yengil atletika bilan shug'ullana boshlagan Durdona kelajak uchun oliy maqsadlarni qo'ya boshladi. 2 oydan beri tayyorgarlikka kelyapman. Samarqand bo'yicha tumanga chiqmoqchimiz. Shunga tayyorgarlik qilyapmiz. Zalga boryapmiz. Zalda yaxshiroq tayyorgarlik qilyapmiz ancha hargashgidanda. Biz qishloqda
anchagina ko'plab krujoklar bor, tayyorgarliklar bor. Yurtimizda ko'plab sportchilar chiqishyapti. O'shalarga faxriy o'rinlarni qo'lga kiritishyapti. Havas qilib shu sport turini tanladim. Shuningdek, mahallada yoshlar o'z-o'zini band qilib, egallagan kasb-hunarlarini tengdoshlariga ham o'rgatib kelmoqda. Aytish kerakki, yoshlar ta'lim olishlari, qiziqqan sohalarining egasi bo'lishlari uchun imkoniyatlar keng. Mizrob Rahmonov ham bugungi kunda yoshlarni kasb-hunarga ega bo'lib yetishishida o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Mahalladagi bilimga chanqoq, iste'dodli yoshlar bilan alohida ishlab, ularning muammolariga yechim topishga ko'maklashyapti. Bevosita faqat milliy kurash emas, sportning boshqa turlari bo'yicha ham bizda mashg'ulotlar olib boriladi. Ayni vaqtda yaqinda 10-o'yin kuniga belgilandi. Sportning yengil atletika turi bo'yicha bizda ayollar terma jamoasi ham shakllangan. O'tgan yili bizni jamoamiz respublika bosqichigacha chiqqan, viloyatda 1-o'rinni egallashgan edi. Ayollar terma jamoamiz hozir ushbu yoshlar, qizlar jamoasi ham viloyat bosqichiga chiqqan. Ular tayyorlanishyapti. Bu 5 tashabbusni mahallalarga berayotgan imkoniyati, men ham yosh bo'lganman. Hozirgi kunda yetakchiman, lekin mening yoshligimda ko'p musobaqalar mahalladagi yoshlarni ishtirokisiz o'tib ketgan. Aynan sport bilan shug'ullanib, markazlarda shug'ullanib yurgan sportchilar qatnashgan, natija ko'rsatgan. Lekin qishloq joylarda bo'lgan talantli, oddiy qishloqdan chiqqan yigitlar o'sha musobaqalarga qanday qilib ishtirok etishni hattoki imkoniyati bo'lmagan, bilishmagan. Yetakchilik faoliyatimda men eng quvonarli jihati shuki, o'sha eng chekka joylar, misol uchun biz tog'li hududdamiz, tumanning eng chekka hududlaridan. Lekin mana shu yerdan bizda respublika chempionlari chiqyapti. Bugungi kunda kamida 10 nafardan ziyod yoshlarimiz O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya institutida tahsil olyapti, bitirib kelyapti. Maktablarda o'qituvchilik, sport maktablarida murabbiylik qilishyapti. Bu bizni mana shu prezidentimizni chekka hududlarga, umuman qishloq joylarga qaratayotgan yoshlarga bo'layotgan e'tiborini bir ifodasi deb bilsak bo'ladi. Ushbu dolzarb 90 kunlik reja grafik asosida yoshlarimiz bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazamiz. Bunda Shomahmedov Badalboy maktab ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari hamkorlikda ish olib boryapmiz. Yoshlarni kitobxonlikka, maktabdagi informatika xonasida IT bilan shug'ullanishligi uchun imkoniyatimiz bor. Mana shu mahalla yettiligi qaysi soha, misol uchun yoshimizni muammosi bo'lib qolsa, bitta yoshlar yetakchisining vazifa degan narsa yo'q. Men tushuncham doirasida, vakolatim doirasida yo'l yo'riq ko'rsatsam, mahalla raisimiz umumiy qilib, har kim o'zining yo'nalishi bo'yicha o'sha muammoga yechim topish uchun yo'l izlaydi. Hammamiz birgalikda harakat qilib kelyapmiz. Mana shu mahallamizni kelajagi uchun, yoshlarimiz uchun yaxshi bir namunali bir shaxsga yetib chiqish uchun hammamiz birgalikda harakat qilyapmiz. Inson yoshlikdan o'z oldiga maqsad qo'ysa, intilsa, kelajakda o'zi istagan sohaning haqiqiy mutaxassisi bo'ladi. Ulg'ayayotgan yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash, rag'batlantirish va da'vat etish esa muhim ahamiyat kasb etadi. Mizrob Rahmonov kabi o'z sohasining fidoyilari yoshlarni qo'llab-quvvatlab, ularni yuksak kelajak tomon yetaklamoqda. Bugungi kunda hech qanaqa muammosiz mana hozirgi kunda 4 nafar yoshimiz ushbu imkoniyatdan foydalanib o'zini tadbirkorning yo'lga qo'ydi. Misol uchun Ahadov Shohruh degan yoshimiz bor, migratsiyadan qaytib kelgan yoshimiz. Migratsiyadan qaytib keldi va bu yerda uni bandligini ta'minlash uchun kelib turib u bilan suhbat o'tkazdim. Sen nimaga qiziqmoqchisan? Nima qilasan? Nimaga qiziqasan? U menga aytdi, men tadbirkorlik qilmoqchiman. Qanday? Men tushunadigan yo'nalishim chorvachilikka tushunaman. Ularda yemishi, yeri hammasi o'zida bor, sharoiti bor. Faqat unga sal yordam kerak va uni tadbirkorni qo'llab-quvvatlash kerak. Ayni o'sha 62-son qaror bu yoshlarimizni qo'llab-quvvatlashga bir asos bo'lyapti-da. O'sha yoshimizga 100 million so'm kredit ajratdik va o'zini qo'ylarini oldida bugun hozir kunda o'sha tadbirkorni yo'lga qo'ydi. Bevosita o'zini hamda uydagilarni o'sha qo'ylar orqali, qo'ylarni boqish orqali bandligini ta'minlab, ish bilan ta'minlab daromadini yuqori qilyapti. Yana bitta yoshimiz bor, O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida tahsil oladi, Jumaboy Pokiza. Singlimiz hozir kunda ham talaba, ham o'zi uyida repetitorlik xizmatini yo'lga qo'ygan. To'garagini. Ya'ni to'garakda 20 nafardan ziyod yoshlar mavjud.
o'sha yoshlarni kimyo biologiya fanidan tayyorlanmoqda. Uning shogirdlari Samadov Ravshan yoshimiz bor, byudjetga Samarqand davlat tibbiyot universitetiga byudjetga kirdi. Grant asosida o'qishga kirdi. Va qolgan o'quvchilar ham yaxshi qonunli natijalar qayd etishmoqda. Hozirgi kunda ushbu yoshimizni 20 nafardan ziyod o'quvchilari, ya'ni abituriyentlar tayyorlanmoqda. Ushbu singlimizni to'garak faoliyatini kengaytirish maqsadida biz mahalla kelishib, hammamiz mahallada bitta o'quv markaz ochyapmiz va ushbu o'quv markazini faoliyatini yo'lga qo'yishda bevosita Pokiza singlimizni o'sha yerda rahbar qilib qo'yib, nafaqat kimyo biologiya, informatika, ingliz tili hamda matematika fanlarini ham yo'lga qo'yib, yoshlarimizni ilmga bo'lgan qiziqishni, ularni o'rta maktabdan keyingi oliy ta'limga bo'lgan qiziqishni oshirib, hamda mana shu fanlarga tayyorlov kurslarini ochib faoliyatni yo'lga qo'ymoqchimiz. Mahallada tillarni o'qitish bo'yicha ham to'garaklar tashkil etilgan. Bu dargohning bilimdon yoshlari jonbozlik ko'rsatib, tengdoshlariga bilimlarni o'rgatib kelmoqda. 11-sinf bitiruvchisi Safina Subhonqulova til bilish sertifikatining B2 darajasini qo'lga kiritgan. U kelajakda ko'plab til o'rganuvchi yoshlarga ustoz bo'lishni orzu qiladi. Hozirgi paytda 28-umumta'lim maktabining 11B sinf o'quvchisiman. Shu yili 11-sinfni tugatdim. Men shu yili ingliz tili to'garaklarga qatnashib, sifrdan olingan imtihonda B2 darajani qo'lga kiritdim. Bu yutuqlarni erishishimga sabab birinchidan mening birinchi ingliz tili ustozim Safarova Nilufar bo'ldilar. Ularga juda katta minnatdorchiligimni bildiraman. Va shu ingliz tili sohasida mening kelajakdagi orzu niyatlarim ham juda ham ko'p. Birinchidan men o'zimning o'quv markazimni ochib, ingliz tilidan shu o'zimizni mahallamizda dars bermoqchiman. Keyin shu balim orqali B2 darajani kiritganim uchun avval Samarqand davlat chet tillar institutiga kiraman va ham ishlab, ham o'qish niyatida yuribman. Ingliz tilidan tashqari maktabimizda yana matematika, kimyo biologiya, rassomchilik va ko'plab shunga o'xshash to'garaklar bor. Men rassomchilikka, matematikaga, yana ona tili to'garaklariga ham qiziqqanim uchun ularga ham qatnashaman. Bizning yurtimizda yoshlar uchun imkoniyatlar juda ham ko'p. Ulardan foydalanish o'zimizning qo'limizda. Men o'zi 2-sinfligimdan ingliz tiliga qiziqib kelganman va ota-onam meni shu to'garaklarga qo'yib, yaxshi ustozlarga o'qitib nima qilganlari uchun shu yutuqlarga erishdim. Nilufar ustozim to'garaklariga borib, mana musobaqalardan Dubayga borib, birinchi o'rinlarni olib keldim. Har xil davlatlardan kelishdi. U yerda hindlar, armainlar, shular kelishdi. Bizga test berishdi. 20 ta test edi, 10 minut vaqt berishdi. Har xil davlatlardan kelgan tengdoshlarim bilan kelganda his hayajon bo'ldi va men shu his hayajonni yengib, shu faxrli o'rinlarni olib keldim. Men kelajakda katta yutuqlarga erishib va katta akademiyalar ochib ingliz tili o'qituvchisi bo'laman. Bugungi kundagi har bir iqtidor sohibi ertangi ulkan yutuqlar egasidir. Yangi O'zbekiston taraqqiyotining rivojlanishi mana shunday bilimga chanqoq, mehnatsevar hamda intiluvchan yoshlarning qo'lida. Davlatimiz rahbarining yoshlarga yaratgan imkoniyatlardan foydalanib, sport, san'at, fan, kitobxonlik kabi sohalarda yutuqlarni qo'lga kiritib kelayotgan yoshlar soni yurtimizda kun sayin ortib bormoqda. Ahamiyatlisi, bugungi kunda yoshlar xalqaro maydonlarda o'z o'rnini topayotgani kishini quvontiradi. Ishonch bilan aytamizki, yangi O'zbekiston yoshlari bu barkamol avlod, kelajak bunyodkorlaridir.